Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan telefonda sarmoyasiz tarzda o'yin o'ynab pul ishlashga harakat qilib ko'ramiz va sizlar birgalikda pul ishlab pul chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Demak do'stlar, videoni boshlamasidan oldin konkursimiz bor. Konkurs g'olibini aniqlab olamiz. Buning uchun oxirgi videomizga o'tamiz. Oxirgi videomizdan video suykasini olamiz va YouTube random sayti orqali g'olibimizni aniqlab olamiz. Bu yerga silkanib qo'yamiz. Continue va pikan o'yinini ustiga bosamiz. Userdetligion 4/7 omad debdi. Mana shu ishtirokchimiz konkursga g'olib bo'ldi. Telegram kanalimda admin bor, adminga yozsanglar pul mukofoti tashlab beradi. Demak do'stlar, videomizni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, bugun bizga mana shu ilova kerak edi. Game Cash bu ilova 100% to'lovda va juda ham bomba ilova. Hozir sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Meni oldin kuzatuvchilar bo'lsa, men o'yinlarni vuzlom qilib pulni chiqarardim, ammo bu o'yinni vuzlom qila olmadim. O'shaning uchun hozir sizlarga bundan qanday pul ishlashni tushuntirib o'taman. Juda ham bomba ilova. Xo'p. Kiramiz. Kirgandan so'ng mana bu yerda 4 ta o'zining o'yini bor. Hozir bilan tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib bu yerda referans ustiga bosamiz va bu yerda mana hozir men o'zimni kodim qoldiraman kopyurat qilib va bu kodimni siz mana bu yerga yozsangiz sizga mana $1 beradi. Sizga bonus sifatida, ammo menga hech narsa bermas ekan. O'sha yerda chatal ekan. Xullas, mana bu kodini yozsanglar bu yerga sizga $1 taqdim etadi. Bu yerda mana vyplata bo'limida USDT, BNB, Smart Chain orqali pul yechib olishingiz mumkin. Mana minimal summa 10 USD. Menda mana $1 pul bor hozir. Mana bonus bo'limiga o'tsanglar, har kuni kirganlarga sizlarga 0.01 USD beradi. Mana hozir ikkinchi kun zavratga bosaman. Va bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana 2 kunni ham bonusini oldim. Bu yerda mana vyplata bo'limida mana meni balansim mana o'zgardi. Xo'p do'stlar, endigi bu yerda asosiy pul ishlashimiz. Bu yerda mana 4 ta o'yin o'ynash orqali pul ishlashimiz mumkin. Va birinchi bo'lib mana bu o'yinlarni yuklab olishimiz kerak. Mana igrat bo'lim ustiga bosamiz. Va bu yerda Google yoki Rustore orqali ilova yuklab olishingiz mumkin deyapti. Men mana Rustore'ni tanlayman. Menda bor, yuklab olganman. So'ng yuklab olib открыть ustiga bosasiz. Открыть ustiga bosgandan keyin startni bosasiz va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, juda ham oddiy o'yin. Oddiy mana Crazy Technology o'yin. Mana xullas shunday qilib o'ynaysiz. Bunda hech qanaqa sizga pul bermaydi. Prosta bunda biz hozir mana ikkita o'ynab qo'yamiz va bizga hozir reklama beradi. Mana kutib turamiz. 15 sekund kutib tursak, bu yerda mana bu yerda hozir sekund sanaydi va bizga reklama beradi. O'sha reklama orqali biz pul ishlaymiz. Mana hozir kutib turamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana hozir mana timer ketdi va bizga hozir mana reklama beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga reklama beradi va bitta zo'r tarafi mana reklama saytiga o'tasiz va saytning ichida 10 sekund tursanglar bo'ldi. Ko'pirsiga ko'proq bonus beradi, ya'ni sizga ko'proq pul taqdim etadi. Mana saytning ichiga o'tamiz va saytning ichida 10 sekund tursak bo'ldi. Va bo'ldi, xuddi shunday qilib masalan startni bosasiz. 2-3 marta o'ynab qo'yasiz va 10 sekund kutib tursanglar sizga reklama beradi. Keyin bu yerdan hozir orqaga qaytamiz. Game Cash ilova qaytadan kiramiz. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Hozir biz mana bitta reklama ko'rganimiz uchun bu yerda mana bir o'z yerda mana kuniga mana 12 ta yoki mana 29 ta reklama ko'rsanglar, sizga shuncha ko'p bonus taqdim etadi va bu yerda mana dollaringiz ko'payib boradi va 10 USD bo'lganda yechib olishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqa o'yinlarni ham o'ynasanglar bo'ladi. Masalan, mana yana bitta o'yini bor. Mana buni ham yuklab oldim. Mana startni bosamiz.
Va bo'ldi, bu yerga kutib turamiz va bizga yoz reklama beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana tepada mana reklama sanayapti. Hozir bizga reklama taqdim etadi. Mana Xbox chiqib ketamiz va bo'ldi. Xuddi shunday qilib reklama ko'rib bu yerda pul ishlaymiz. Pullarimiz juda ham tez yig'iladi va bu ilova 100% to'lovda. Kecha bitta bloger pul chiqarib olibdi, hozir uni ham ko'rsataman. Xuddi shunday qilib ishlayverasiz. Hozir bu yerda mana bu abonent bo'lmadi. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bir reklama deyapti. Mana bitta reklama ko'rdik. Saytning ichiga o'tsanglar, mana tepadagiisi ham birga o'saveradi. Va kunlik masalan 12 ta reklama ko'rib qo'ysanglar, sizga mana $0.5 dan $1 gacha pul beradi. Hozir kecha bitta blogerga to'labdi, o'shani sizlarga ko'rsataman hozir. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana kecha bitta blogerga pul to'labdi. Mana ko'rishingiz mumkin 100% to'lovdi ekan. O'shaning uchun men ham bu ilovani video qilib chiqaryapman. Xullas do'stlar, hozir pul chiqara olmayman, sababi menda mana $10 pul yig'ilmagan. $10 pul yig'ilishi bilan bu yerda mana Binance ga yoki Bitget, Bybitga chiqarishingiz mumkin. Xohlasanglar mana Perga ham chiqarishingiz mumkin. Prosta bu o'yinni vijdon qila olmadim. Vijdon bo'lmadi. Xullas do'stlar, videoni shularga yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.